Hayotimizdagi gunohlar, ma'siyatlar, yana takror aytamiz, hayotimizdagi tan olishlik kerak inson. Bu kimgadir tegib ketadimi? Hammamizga tegadigan narsa. Men o'zimga ham, hammaga tegadigan narsa. Hayotimizdagi ma'siyatlar, gunohlar, bilaylik, bu gunoh ma'siyatlar bu Allohning dini bu. Allohga isyon qilyapsizmi? Tamom. Mana bilan zarar albatta tortasiz. Birinchi rizqingiz kechikadi. Rizqingiz kechikadi. Muammolar ko'payadi hayotda. Bitta muammo, ikkita, uchta, to'rtta ko'payib ketdi. Boshingiz zamkan bo'lib qoladi. Hammasi sabab bu gunohlardan. Shu mana bu gunohlarni tark etadigan bo'lsak, keyin Alloh taolo nima bu? Ilm nur bu. Bu zikr qalbni oromlantiradi. Bu qancha kuchaygan sari, taqvoyingiz kuchaygan sari Alloh taolo kutmagan rizqingizni beradi va Alloh taolo ishlaringizni o'nglaydi. Ozgina rizqingizga ham barakot beradi. Hayotingiz tinch, osuda, go'zal o'tadi, ravon o'tadi inshaalloh. Hamma itoatda, ahloylar, bola chaqa va hokazo hamma tinch. Allohdan uzoqlashdingizmi, gunoh ma'siyatga berildingizmi, meni yo'lim to'g'ri dedingizmi, aslida shayton yo'li. Tamom. Hamma ko'rgulilar, hamma zararlar, eng zarari bu qalb notinch bo'ladi. Eng zarari qalb notinch bo'ladi. Hattoki ilm o'qigan inson bo'lsa ham aytamizki biz Allohni agar mukammal tanimagan bo'lsa, Allohni bilan g'urbat hosil qilmagan, u inson ham qalbi notinch bo'la oladi. Shuning uchun ham dunyo bog'ri bo'ladi. O'zi ilmi bor, o'zi qori, dunyo bog'ri. Bular nimadan desa bu Alloh bilan bog'lanib rohat topolmaganligida bo'lib qoladi. Asli o'zi u insonni nima desa bu madrasa, masjidlarda odamlarga